Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, qo'limda turgan narsa bu elastik bint deyiladi. Elastik bint va elastik chulkalar. Buni ko'pchilik homilador ayollarimiz eshitgan bo'lishlari kerak. Sababi juda ko'p ayollarimizda homiladorlik davrida qon tomirlari, ya'ni oyoq vena tomirlarini, bachadon devori qon tomirlari, varikoz kengayishi yuzaga keladi. Bu narsa esa ayolda og'irliklar, og'riq, qanaqadir tiqishlar belgilarini beradi. Oyoqlarda og'riq, tortishlar bo'lib qoladi. Ana shunday paytda bu shifokorlar tomonidan tavsiya qilinadigan ikkala oyoqqa varikoz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, masalan bittasida bor, bittasida yo'q. Lekin shunda ham biz ikkita elastik bintni olishga harakat qilamiz. Demak, men sizga hozir elastik bintni qanday qilib bo'ylashni tushuntiraman. Chunki meni oldimga kelgan ayollar juda ko'pchiligi elastik bintni taqib keladi. Faqatgina varikoz chiqqan joyga taqib qo'yishadi. Bu umuman noto'g'ri narsa hisoblanadi. Sababi u qon tomirlar boshqa joyda ham joylashgan-ku. Aynan sizni boya taqqan joyingizda varikozlari yaxshi bo'lib turadi-da, yo yuqoridan yo pastdan yana boshqatdan varikozlar chiqadi. Shunda mana buni ochdik, yangi olib kelib qo'ygandim, aynan sizlarga ko'rsatish uchun. Ayolimiz hozir oyoqlarida varikozlar bilan kelgan. Ayolimizni qarang, homiladorlar, bu narsa esingizda tursin. Varikoz mana bu yerda bo'lsa, mana bu yer bo'ylanmaydi. Yo mana bu yer bo'lsa, mana bu yer bo'ylanmaydi. Nabarot, mana bu yerdan boshlanadi. Buni qo'yamiz, oyog'imiz tomonni ko'taramiz. Mana. Ko'rdingmi? Aziz ayollar. Mana. Ana shuni endi, mana shunday qilsang, mana. Qismayaptimi oyog'ingizni? Yengilgina qilib aniqlang. Buni degan tortib tashlash kerak emas. O'zi homilador ayollar ko'ylagi o'ziga ortiqchalik qo'yadi. Bitta elastik bint desa dor deyishadi. Mana bunday qilganimizda mana. Bemalol mana, men qo'lim bemalol turadi mana. Mana shunaqa qilib, mana shunaqa qilib mana. Xuddi ana shuni chov sohasigacha olib boramiz. Sababi mana bu yerdagi varikozni bo'ylagan bilan mana bu yerdan yana qayta chiqishi mumkin. Yana hozirgi ayolimizni aynan qovuq mana shunday joyiga hozir varikozi ko'payib ketgan. Mana ko'rdingizmi aziz ayollar, mana shunday qilinib, mana oddiygina oyoqni qo'yasiz. Mana bu yerda o'zini mana bunaqa o'zini ilgadi bu. Xuddi ana shu holatda. Ana endi mana bu ikkinchi pachkani ochib, ikkinchi oyoqdan xuddi mana shunaqa qilib bo'ylaymiz. Bu narsani kunduz-kun taqib yuramiz. Uyingizni ro'zg'orida, biron joylarga mehmonga borganda, bir bozor o'tchalga chiqqanda doimo homiladorlik bandaji bilan mana buni taqib chiqasiz. Taqib chiqqaningizdan keyin uyga kelgandan keyin kechqurun buni yechib, 10-15 minut oyoqni tepaga ko'tarib, o'zini leton gellari bor, transivazin bor, yoki bo'lmasa geparinmazlari bor. Mana shularni aynan oyoqqa mana buni yechgandan keyin surtamiz yoki ertalab bironta mazza surtib buni bo'ylaymiz. Oyog'ingiz shunaqangi dam oladi, shunaqangi mazza qilasiz. Tug'ruq davrida ham aynan ayollarda o'limiga eng katta sababchi bo'ladigan narsa tromboemboliya, ya'ni mana shu qon tomirlar ichidagi laxtalarni ko'chishi oqibatida u qaysidir tosh tomirlarga borib tiqilib qoladi va o'shandan ayolga o'lim bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ayollarda doimo mana shu qon tomirlarida varikoz kengayishi yoki bo'lmasa aynan qon tomirlaridagi laxtalar, aynan qonni quyuqligi xavfli holat hisoblanadi. Siz men aytgan qoidalarga homiladorlik bandaji va aynan mana bularni taqib yuring, ham homiladorligingiz yengilgacha, ham tug'ruqingiz osonlashadi. Sizlarni yaxshi ko'raman.